Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Sog'lig'imiz uchun juda muhim, kerakli bo'lgan narsalardan biri bu non haqida gaplashamiz. Keyingi paytlarga kelib non mahsulotlarining tarkibida kerakli oziq moddalarning kamligi, kerakli vitaminlarning kamligi, kerakli boshqa kletchatkalarning kamayib ketganligi bu ko'pgina kasalliklarga sabab bo'lmoqda. Birinchi tavsiyamiz: qora nonni sevib iste'mol qilib, oq nonni to'xtatish kerak bo'ladi. Ikkinchidan, ovqatlanish tarkibidagi non miqdori 100 grammdan oshmasligi maqsadga muvofiq bo'ladi. Bunda yeyilgan shu qora non ham kunning birinchi yarmida yeyilishsa yaxshi natijalarga erishtiradi. Demak, xulosa aniq. Oq nonni qora nonga almashtiramiz. Kunning birinchi yarmida yeyiladi va me'yorni unutmaymiz. 100 gram atrofidagisi siz uchun foydali hisoblanadi. Bu videoni o'zingiz tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Rahmat.